Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana bitta salat tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga svetofor bolgarskiy, piyoz, chesnok kerak bo'ladi. Yangi piyoz, ya'ni keyin bizga ko'katlar kerak bo'ladi. Qovurib dimlangan go'sht hamda tuzli suvda qaynatilgan shampinyonlar kerak bo'ladi va orqasidan soya sousi, zernovoy gorchitsa va olivkovoy yog' bilan aralashtirib tayyorlangan sous kerak bo'ladi. Hammasini tuzlarini rostlab aralashtirib qo'yamiz. Tuz, murch ham tabga ko'ra ozgina aralashtiramiz va qo'yib qo'yamiz. Bodring pomidorini solmay turamiz, chunki ular ezilib ketishi mumkin. Ozgina dam olgan salatimizni ustiga keyinroq bodring va pomidorini solib aralashtirib dasturxonga tortsak bo'ladi. Bodring pomidorni suvi chiqib ketmasligi uchun oxirida solgan yaxshi. Hammani tabi har xil bo'lgani uchun birdaniga solsa ham bo'ladi. Bu alohida meni o'zimning shaxsiy fikrim. Yoqimli ishtaha qizlar, shunaqa chiroyli salat, shunaqa mazali salat bo'ladi. Hammaga birdek yoqadi.